Assalomu alaykum hammaga. Biletlar masalasida biletlarimiz juda ham kam qoldi. Mana 600 ming so'mlik biletimiz kam qoldi. 600 ming so'mga bilet olasiz, nimalar bo'ladi ichida? Grand Shadow restoranida yeb ichar, stolimiz zo'r, 4-5 xil ovqat ham bo'ladi. Undan tashqari konkurslar, qorbobo, shoular, futbolchilarni futbol shousi desak ham bo'ladi. Mana Dinamoning futbolistlari keladi, yana bir taniqli futbolistlarni taklif qilgan bizlar. Shaharimizda eng yaxshi biznesmenlari, hokimiyatdan odamlar keladi. Sportga aloqador hammani chaqirgan bizlar, xudo xolasa katta tadbir bo'ladi. Undan tashqari bir savobli ishga qo'l urgan bizlar, xudo xolasa kami 5 ta, ko'pi 10 ta bolaga sunnat to'yini qilib beramiz deb bir niyat qildik. Agar o'xshab qolsa, xudo xolasa zo'r bo'ladi. Shu uchun mana bor yo'q 30 dona biletimiz qolgan. Kimga kerak bo'lsa shoshilamiz, aloqaga chiqasizlar. Pullaringiz o'zlaringizga qaytib